Bolalar uchun eng xavfli multfilm qaysi? Bu multfilm siz o'ylaganchalik beg'ubor emas. Ranglar yorqin, qahramonlar kulgili, lekin o'rtada sovuq haqiqat yashiringan. Har bir kadr bolaning o'ng'iga sekin jimjit o'rmalab kiradigan signal. Qahramonning kulgusi manipulyatsiya, ssenariyning oddiyligi esa qopqon. Siz buni fon sifatida qo'yib, chalgiganingizda u bola dunyoqarashini qayta yozmoqda. Ulab-ulangan chiziq ataylab o'ylangan. Qahramonlar qilgan xatolar kulgi bilan yopiladi, javobgarlik mezonlari yo'q. Bosh qahramon yutadi, lekin qanday usullar bilan bola eslab qolmaydi. Faqat natija uchun hamma narsa joiz. Eng xavflisi zo'ravonlik va shafqatsizlik hazil sifatida ko'rsatiladi. Qahramonlar bir-birini uradi, yo'q qiladi, keyin esa hech narsa bo'lmagandek davom etadi. Bola o'rganadi, zo'ravonlikning oqibati yo'q va bu boshqalarga zarar yetkazishni odatiy hol sifatida qabul qilishga olib keladi. Dialoglarda yashirin kinoya bor, vizual detallarda kattalar hamma narsani ichga singdiradi. Va bir kuni farzandingizning so'zlari yoki qarorlari orqali bu ta'sirni ko'rasiz. Kech bo'lgan bo'ladi. Chunki multfilm tugadi, bolaning o'ng'ida yashashda davom etadi. Bu multfilm Tom va Jerry.